Hozir tak mana va nihoyat ochildi. Yaramas Jo'xa, endi mendan ko'rasan. Menga qilganlaring uchun hozir sen javob berasan. Hozir men seni ko'zingga ko'rsatib qo'yaman nimalar bo'lishini. Ha, yaramas. Sen menga hali shunaqa ishlarni qilding-a? Ha, yaramas. Yaramas bo'ldi. Senga shu ham yetadi. Ortig'i bilan bo'ldi. Endi mendan juftangni rostlashim kerak. Kimdir ko'rib qolsa, dabdala bo'laman. Yaxshi. Polizjon, meni kutib ol. Men seni yoningga boryapman. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xa. Va sizlar yangi videodasizlar. Albatta kanalga tez obuna bo'linglar. Ya'ni obunani bosinglar. Va videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki bugun men qishloqdan pul yig'moqchiman. Ya'ni qanaqasi pul yig'ish mumkin? Bilasizlarmi? Hozir janob merda qarzim bor. Qarz olgandi janob mer mendan. O'shani olaman. Keyin yana kimlargadir qarz bergandim. O'shalarni yig'ib chiqmasam bo'lmayapti. Chunki menga вообще pul kerak bo'libdi. Agar ana shu pullarni hammasini yig'ib chiqsam, menda juda ko'p pul ketadi. Qalisizlar, yaxshimisanlar? Ha, rahmat, zo'r. O'zing qalay? Ha, bo'ladi. Mana u g'alati qarayapti. Ha, o'zi shunaqa g'alati-ku. Assalomu alaykum janob, ya'ni janob mer. Va alaykum. Keyin Jo'xa, nima gap? Nima problema, nima muammo? Ha, muammo yo'q. Sizga bergan qarzlarimni olib ketgan keldim. Kakras tayyorlab qo'yibsiz-a? Ha, tayyorlab qo'ygandim. Aha, bo'ldi, всё. Rahmat janob mer, bo'pti. Ha, mayli, arzimaydi. Nimaga men senga rahmat aytishim kerak? Axir sen menga qarz bergansan. Ha, bo'pti, arzimaydi. Hozir qaysidir mavjudlarmida qaysidir qarzim bor edi yana. Hozir eslab olayda, esimdan ham chiqib ketibdi, qaranglar, kimga qarz berganim. Lekin anchagina qarz berganman, chunki pulim вообще kamayib qolgan. O'z shundan ham bilsam bo'lar qarz berganimda. Bu qarzlarni qanday qilib bo'lmasin bir yig'ishtirib chiqmasam bu jetellardan bo'lmasa bular meni bankrot qilib yuboradimi bilmayman. Endi bankrot qilsa ham hech ilojisi yo'q-da. Ber degan elanib kelgandan keyin bermasam ham bo'lmaydi. Yig'lab o'tirib. Bular janob merga aytib beradi. Janob mer, men Jo'xadan 1-2 dollar qarz so'rayapman, bermayapti. Berib tursin, qaytarib beraman, iltimos deb yig'lab o'tirgandan keyin endi odamning rahmi kelib berib yuboradi-da. Iloji yo'q, rahim kelmasa ekan biron nima qilardim garchi. Iloji yo'q, rahim keldi. Mehribon bo'lish kerak, rahmdil bo'lish kerak. O'shaning uchun so'ragandan keyin berib yuraverish kerak. Bu yomon ish emas-ku, qarz berish. Yordam, bu ko'ngli ko'tariladi, jetellar xursand bo'ladi deganday. O'shaning uchun qarz beraveraman. Mayli, hozir porzimdagi ishlarimni qilaydi avval. Keyin borib bitta qarzlarni yig'ib kelaman. Bu qarzlarni o'zi ham yig'ib olsam bor, bitta mashinaga yetadigan pul bo'lib qoladimi, yo'q bitta uyga yetadigan pul bo'lib qoladimi? Xullas, millioner bo'lib ketsam ham kerak, bilmadim. Qaror hozir janob merga soliq to'lamagan, ancha vaqt bo'lib ketdi. Hozir to'lab o'tirmayman. Mana shu jeteldan ham qarz bordi mendan. Voy jetel. Assalomu alaykum Jo'xa. Va alaykum. Mendan qarz olganding esingdami? Ha, esimda. O'shani so'rab kelgandim. Kechirasan, lekin hozir menda pul yo'q. U meni muammom emas. Sen pullarni hozirroq berishing kerak. Yo'qol, bermayman xullas. Sen to'xta, eshigingni qulflab qo'ydingmi? To'xta, yaramas. Bu oddiy so'raganga yaramas, o'zidan ketib qoldi shekilli. Hoy, qanisan, chiq bu yoqqa, yashirinma. Bermayman dedim. Hali shunaqami? Yaramas. Hozir ko'rasan mendan. Bu uyini qulflab qo'ydik-ku, ochib ham bo'lmayapti. Yaramas, bu jetel yomon ekan bu. Hozir to'xtab tur. Qochay yo'limga turma. Hozir ko'rasan mendan uyimdan borib, hozir politsiya chaqiraman yaxshisi. Politsiya chaqirmasam bo'lmaydi. Hozir. Yaramas, nimaga bermaydi bu axir? Hozir mana bu hosillarni bu yerga joylashtirib olay. Hozir politsiyaga telefon qilish kerak. Alo, janob politsiya. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Menga yordam bering. Qishloqda qarz bergandim, bitta jetel bermayapti. Hozir boraman. 97-qishloqmi? Ha, 97-qishloq. Aha, bo'pti. Hozir yetib boraman. Aha, mayli. Xo'p, hozir politsiyachi kelsin, mendan ko'radi yaramas jetel. Yaramas. Qaranglar. Voy, chiq deyapman bu yoqqa. Ha, nima deysan? Qarzingni ber deyapman senga men. Bermayman deyapman. Nima o'zbek tilini tushunmaysanmi? Yaramas. Hozir mendan ko'rasan, politsiya chaqirdim. Politsiya kelsin, o'zingdan ko'r keyin. Menga desa boshqa aytib kelmaysan, prezident tugul, politsiyachi tugul, prokuraturani aytib kelib olib xohlasang. Yaramas.
Gapini qaranglar, prokuraturani aytib kel deydi. Hozir to'xtab tur, politsiya kelsam, prokuratura emas, politsiyani o'zi senga ko'rsatib qo'yadi nima qilishni. Ah. Hozir. Qachon keladi bu politsiya? Endi politsiyaning kelishini kutib o'tiraman bu yerda. Politsiya ham tezroq kelmayapti. Mana bu to'xtanglarda pulimni berib qolib qo'yayin. Agar bu pulimni ham bu yerga qo'yib ketmasam, qaysidir yetel oladigan bo'lsa, dabdala. Asabimni bo'lsa o'ldirib tashlayman. Tezroq yetib ham kelmadi politsiyachi. Endi nima qilsam ekan? Hozir to'xtab tur. Yaxshisi u yetelni qishloqdan quvib yuboraman, asabimni buzgani uchun. Uni shunday qilib jazolamasam, qarzni bermaydi o'z vaqtida. Hozir politsiya ham kelmadi. Menimcha politsiyachilar bugun dam olish kuni kelmasa ham kerak. Lekin nimaga boramiz dedi. Qochib turay. Hozir mana voy yetel, bu yoqqa qara. Nima deysan? Joyga tegib ketding. Bermayman dedi bu. Tushunmadim. Nima qilyapti bu yerda? Axir yonida qanaqadir yetel. Hoy, yaramas. Menga qara. Qarzni berasam, voy, nima bu? Bu maket. Voy, menga qara. Qarzni berasanmi, yo'qmi? Yo'q, bermayman dedimi? Bermayman. Unda qara, to'xta, qoch, uyingga kirma. Yo'q, men uyimga kiraman. Nima qilding? Eshikni qulflab qo'yding. Yaramas, chiq. Qishloqdan yo'qol. Sendaqa qarzini bermayotgan yetillar bu yerda yashamasligi kerak. Yo'q, nimaga haydalishim kerak? Hozir o'ldirib tashlayman. Yaxshilikcha ket bu yerdan. Shunaqami? Mayli, ketaman. Lekin qarab tur, hali mendan ko'rasan. Sen mendan ko'rasan. Sen qarzingni bermayapsan, ahmoq yetel. Yo'q. Mendan ko'rasan hali, yaramas, jo'xa. Nima degani axir bu? Men unga ham qarz bersam, ham yana undan qanaqadir narsalar, ta'malar eshitsam. Yo'q. Obbo, qayerdan shundan ham qarz oldim, endi nima qilaman? Qishloqqa kirgani qo'ymayapti, otib tashlamoqchi bo'ladi men o'zicha. Yaxshisi hozir mana bu yerda pullarim bor edi. Narsalar, pulim yo'q ekan, pulimni kim o'g'irlab ketdi? Obbo, mayli, narsalarim bor edi. Mana shu narsalarni qayergadir joylashtirib olay. Tunni o'rmonning ichida o'tkazmasam bo'lmaydi. Nimadir reja o'ylab topish kerak, lekin bu yaramas. Meni quvib yuborgani yomon bo'ldi. Menda qurol bor. Senda faqat qurol bor deb o'ylaganman, yaramas jo'xa. Mendan ko'rasan. Hozir tun bo'lsin, men seni o'zim bilaman nima qilishni. Nimadir qilishim kerak, nimadir reja o'ylab topishim kerak. Men buni o'z holidan qoldirmayman. Jazolash kerak jo'xani, axir u o'zidan ketib qoldi indamaganim sari. Yo'q. To'xtab tur. Kech tushsinchi. O'zim bilaman seni nima qilishni. Seni jazolash kerak, yaramas jo'xa. Sen juda ham yomonsan. Sen youtuber bo'lganing bilan obunachilaring seni yaxshi ko'rishmaydi. Chunki sen juda ham yomonsan. Bir qarz berganingdan keyin darrov so'rab olasan. Yaxshilik qilish kerak, lekin sen yaxshilikni bilmaysan, yaramas. Men bo'lsa senga xohlaganimcha qarz berardim. Xohlasang 10 kun kutardim, xohlasam 1 yil kutardim. Lekin sen yomon ish qilding jo'xa. Hali shoshmay tur. Mendan ko'rasan deyapman, mendan ko'rasan hali. Hozir men bu yerga bir amallab chodirimni o'rnatib olay. Narsalarni qo'yib olay. Tunni shu yerda o'tkazaman, ilojim yo'q boshqa. Hozir mana shu yerda tura qolsin. Yana nima bor edi menda? Hozir. Tak. Verstak yasab olishim kerak birinchi o'rinda. Verstakdan keyin esa tapormi nimadir narsalar yasab olmasa bo'lmayapti. Yoki kirka yasaymi ekan? Birinchi kirka yasash kerak, chunki kirkadan keyin tosh olib turib, toshli tapor yasasam ham bo'laveradi. Xo'p, hozir mana shu yerdan pastga tushib tosh olib chiqaman shaxtdan ichidan. Vijvaniyaga ham ko'rib qoladi deb o'ylamagandim. Lekin iloj. Bu yaramasni qilgan ishlardan so'ng har narsaga to'g'ri kelar ekan. Yaramas. Nima qilishni bilmayapman. Balki politsiyaga xabar bersam o'zim ham aybdor bo'lib qolaman axir. Chunki qarzni o'z vaqtida bermaganman. Qarzni bermayman dedim. Va bu menga qarshi jinoyat ishi ochilishiga sabab bo'lishi mumkin. Politsiyaga xabar berdim deganmidi, politsiya kelmadi-ku. Demak, politsiyachilar ham nimadir muammoga duch kelgan bo'lishi mumkin. Aytgancha bugun dam olish kuni, shu uchun kelishmagan. Shanba kuni ishlashmaydi shekilli, yoki har kun ishlashadimi bilmadim. Lekin bugun kelishmagani chatoq ish bo'libdi. Mayli, kelishmagani ham yaxshi, menga hech qanaqangi ortiqcha gap so'z, muammo, problema bo'lmaydi. Bu juda ham yaxshi degani. Hozir mana bu atrofni qanaqadir tosh bilan o'rab chiqaymi, nimadir qilishim kerak. Nimadir qilmasam bo'lmaydi. Hozir to'xtanglar, bitta tapor yasab olay birinchi o'rinda. Keyin esa bitta pechka kerak menga. Pechkaga narsalarni qo'yib pishirib olmasam bo'lmaydi.
Yaxshi, yeyishga nahotki hech narsa bo'lmasa. Yo'q. Mayli, toshlar pisha tursin bu yerda hozircha. Pechka ishlab tursin. Men esa hozir reja o'ylab topishim kerak. Johaga nimadir qilishim kerak. Xullas, kech tushsinchi. Mana kecham tushdi. Endi Johani hozir pishaymoq qilib kelaman. Tavbasiga tayyorlanib kelaman. Qolgan toshlar ham pishib tursin. Men ungacha Johani uyiga boraman va Johani adamini berib kelaman. Yaramas Joha. Hozir mendan ko'rasan sen o'qigan ishing uchun. Yaramas. Hozir uyingda bo'lib tur, ketib qolma lekin. Uyim ham juda ham uzoqda, o'rmonga haydab borgan. Uyimga ham bora olmayman, agar ko'rib qolsa kiritmaydi. Mana bu atrofda sekin borishim kerak. Iloji bo'lsa gapirmasligim ham kerak. Menimcha uxlab yotibdi. Kresloga uxlamasdan divaniga uxlab yotgan bo'lsa kerak hoynahoy. Obbo, eshigini qulflab olibdi-yu. Hozir hozir orqaroqdan hozir orqaroqdan kelib urish kerak shekilli. Hozir to'xtab tur. Ana u yotibdi. Hozir ko'rasan, yaramas Joha. Mana mana nihoyat ochildi. Yaramas. Hamma qilgan ishing uchun javob berasan hali. Hozir to'xtab tur. Yaramas, tavbangga tayyortiraman seni. Hozir yaramas. Nima o'tmay qoldi qurol. Yaramas, bo'ldi. Senga shuni o'zi ham yetadi. Endi sen anchagina vaqt berdi, shuni yotasan. Yaxshisi berdi tezroq sura qolgani ma'qul. Agar kimdir ko'rib qolsa, damdalam chiqadi. Tezroq ketayin, uyimga borib yashirinib olaman. Xo'sh, hozir yaxshisi uyimda emas, o'rmonga qaytib ketishim kerak. Agar uyimda ko'rib qoladigan bo'lsa, men bu ishni qilganimni bilib qoladi. Meni bilmasligi kerak. O'sha uchun hozir o'rmondagi uyimga sekingina chizib yuboraman. Muhimi uyg'onib qolmasa bo'lgani. Uyg'onib qolsa dabdala, hozir meni ko'rib qoladi bu yerda. Nima qilsam ekan, uyimda o'tiraymi yoki? To'g'risi ikkilanayapman, nima qilishga ham hayronman. Hozir nimadir reja o'ylab topishim kerak. Bu yerda hech kim yo'q ko'chada. Yaxshi, ko'chada hech kim bo'lmagani ham yaxshi, meni hech kim ko'rmayapti. Ko'rib qolgandek bo'lsa, kimdir politsiyaga xabar bersa, men qamalib ketishim ham mumkin, chunki jinoyat sodir etdim. Johaga quroldan o'q otdim. Nahotki Johaga hech kimning qo'lidan kelmagan ishni qildim. Yaxshi bo'ldi, muhimi hammani orzusidagi ishni amalga oshirdim. Endi men yomon jetelmanmi yo'qmi bilmadim. Yo'q, men yomon jetel emasman. Men yaxshiman.